Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men Muhammad Izzat. Tövende dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy raisi Xi Jinping 20 aprel yilda bir qatam o'tkazilgan Osiyo bu minbarida so'zlagan nutqida o'zining qilmishlarini pardozladi. Xitoy davlat taratqusi Xinhua agentligi Xi Jinpingning boshqalarni cho'rib tashlash yoki boshqalarning ichki ishlariga aralashish hech kimning qo'llashiga erishamaydi deganligini xabar qildi. Bu Xitoyning Davosga barobar bo'lib foydalanmaydigan tashkilot. Dunyo iqtisod munbiri yilda bir qatam o'tkazilib, hukumat bilan xususiy tarmoqlarning hamkorligini ilgari surdi. Washington o'z ichiga olgan nurg'un g'arb davlat hukumatlari Xitoyning Sharq Turkiston, Hong Kong va Tibetdagi kishilik huquq tafsirchiligi, shundaqla Tayvanga qaratgan harbiy parakandachilikni davomli tanqid qildi. Xi Jinping yana har qaysi davlatlarning Xitoyning atalmish ichki ishlariga aralashmaslik kerakligini, iqtisodning yer sharlashish davrida tom selish yoki yeshish o'rnishni faqat o'ziga foyda yetkazmayli qolmay boshqalarning manfaatiga ziyon soladiganligini, bir yoki bir qancha davlat belgilagan qoidalarning boshqalarga yuklanishiga yo'l qo'ymaslik yoki ba'zi davlatlar yo'l qo'ygan bir taraflama qarashning butkul dunyoning qadamini tezlatishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini, yangi so'g'uq munosabatlar urushi va har qanday shakldagi idiviy so'rkilishga qarshi turish kerakligini ta'kidlagan. Besh-burjaklik binoning bir maqolasida Esper Amerikaning zo'r kuch raqobat davri turayotganligini, bu Amerikaning strategik raqobatchilarining Xitoy ondan Rossiya ekanligidan derak beradiganligini yozib, menga o'xshash Xitoyni tushunadigan har qanday odam ularning bizni dunyo sahnasidan chiqarish orzusining borligini faraz qila oladi degan. Xi Jinpingning Twitter'dagi bugungi dunyoda bizga ehtiyojli bo'lgani zo'migarlik emas, adolat degan so'zini Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakatining qurg'uvchisi Solih Xudoyor tanqidlab, Xi Jinpingning o'z ichiga olgan Xitoy amaldorlari Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga irqiy qirg'inchilik yurgizganlik uchun xalqaro jinoiy ishlar sudida sudlanish orqali dunyo adolatga erishadi degan. Hindiston Jindal Yarshar Universiteti Jindal Xalqaro Islom maktabining professori va mudiri Serram Chavliya Xitoyning Xitoy virusining dunyoga tarqalishini keltirib chiqarganligi uchun dunyoning adolatga muhtoj ekanligini, Osiyodagi davlatlarning Xitoyning zamin tajovuzchiligi uchun adolatga muhtoj ekanligini, Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi kishilarning adolatga muhtoj ekanligini, Xi Jinpingning boshqalarga dars so'zlashni to'xtatib, Xitoyning odamiylik siyosati ustida o'ylanish kerakligini ta'kidladi. Erkin Osiyo Radiosu'nun 19 aprel gündeki xabarida İYİ Partisi'den bo'lgan parlament a'zosi Arslan Qaboqcho'g'li Uyg'urlarni 3 oy ichida Türk vatandaşlığı qabul qilish to'g'risidagi bir qonun loyihasini Turkiya parlamentiga sungan. Parlament a'zosi Arslan Qaboqcho'g'li sungan iltimosda mazkur qonun loyihasini sunishdagi sabablarini tushuntirib, Uyg'urlarning 1933-yili va 1944-yillarda ikki qatim mustaqil davlat qurganligini, 1949-yili kommunist Xitoy Sharq Turkistonda besib olgandan keyin Uyg'urlar qarda izchil holda assimilyatsiya siyosatini berayotganligini, buningdan Xitoyning maqsadining Uyg'urlarni yo'q qilish ekanligini tushunib yetkili bo'ladiganligini ta'kidlab, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Uyg'urlar to'g'risida e'lon qilgan doklad to'g'risida ma'lumot berib, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tomonidan 2013-yili e'lon qilingan dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda keng ko'lamda milliy kamsitish, diniy e'tiqodni cheklash, Uyg'ur madaniyatini, milliy kimligini yo'q qilish siyosatini berayotganligini o'ttirib qo'yganligini, 2021-yilga kelganda Amerika, Kanada va Gollandiya qatorliq davlatlar Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik olib berayotganligini bekitganligini, bundaq bir vaziyatda Turkiyada turayotgan Uyg'urlarning xotirjam yashash kerakligini bildirgan. Turkiya fuqarolikni qabul qilish qonuniga 2019-yil tuzatish kirgizilgan bo'lib, bu qonun bo'yicha vatandoshlikni iltimos qiluvchilar Turkiya fuqaroligini olish uchun Turkiyada udan 5 yil iqomat bilan turish shartligini. Ammo İYİ Partisidan bo'lgan parlament a'zosi Arslan Qaboqcho'g'li Turkiya parlamentiga sungan qonun loyihasida Türkiye'de panohlang'ich salohiyati turayotgan, Türkiye'ning davlat bexatarligiga xavf kelmaydigan Uyg'urlar Türkiye Ichki ishlar ministrligiga iltimos sungan taqdirda 3 oy ichida Turkiya fuqaroligiga qabul qilinishi kerakligini ta'kidlagan. Bu qonun loyihasi Turkiya parlamentida muzokaraga qo'yilsa ma'qullikdan o'tamdi. Bu haqda Erkin Osiyo Radiosu'ning ziyoratini qabul qilgan İYİ Partisining parlament a'zosi, Asos qonun komitetining a'zosi Feridun Baxshi o'kitish partiyalaridan bo'lgan parlament a'zolarining sonining oz ekanligini, parlamentda muzokara qo'yilgan taqdirda ma'qullikdan o'tish ehtimolligining to'van ekanligini eskartib, bu orqali Sharq Turkiston masalasining parlament kun tartib kelishiga foydali ekanligini bildirgan. Turkiyadagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari uzundan buyon iqomat bilan Turkiya turayotgan Uyg'urlarni Turkiya fuqaroligiga qabul qilishni talab qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo hozir qadar yana 20 ming atrofidagi Uyg'ur texicha Turk fuqaroligini olmagan. Parlament a'zosi Arslan Qaboqcho'g'li bularni nazarda tutgan holda vatandoshlikka o'tishni xohlagan Uyg'urlarni 3 oy ichida fuqarolik qabul qilish to'g'risidagi qonun loyihasini sungan. Bu vaqtda ziyoratni qabul qilgan Buyuk Birlik partiyasining raisi, parlament a'zosi Mustafa Dastichi bu qonun loyihasi ma'qullanmagan taqdirda Uyg'urlarga darhol Turk fuqaroligi berilish kerakligini bayon qilib,
Türkiye'nin hiç kechiktirmasdan hozirgacha Türkiye fuqaroligi ololmagan 20 ming atrofida Uyg'urni Türk fuqaroligiga qabul qilish kerakligini, 20 ming odam sonining Türkiye uchun oson hisoblanadiganligini, buning uchun ayrim qonun ma'qullashning keragi yo'qligini, chunki Türkiye'ning Uyg'urlarning ikkinchi vatani hisoblanadiganligini bildirgan. Hozir Türkiye parlamentida jami 584 parlament a'zosi bor bo'lib, bularning ichida hukumatni qo'llaydigan parlament a'zolarining soni jami 337 nafar. O'kitish partiyalaridan bo'lgan parlament a'zolarining soni 247 nafar bo'lib, mazkur qonun loyihasini agar o'kitish partiyalaridan bo'lgan parlament a'zolarining hammasi qo'llagan taqdirdami, ma'qullikdan o'tish qiyin ekan. Türkiye parlamentidagi eng chong o'kitish partiyalaridan Cumhuriyet Xalq partiyasining raisi Kamal Kılıçdaroğlu Uyg'ur akademiyasi rahbarlarini Anqaradagi partiya markazida qabul qilganida o'zlarining Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatidan, bo'libmi lagerlardan xabardor ekanligini, parlamentning ichi va sirtida Uyg'urlarning hozirgi echinishli vaziyatini kun tartibga olib kelishni davom qildiganligini ta'kidladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlari xalqaro jamiyatning kuchli qarshiligiga duch kelgan bir paytda Shveysariyaning fransuz tilidagi televiziya stansiyasining muxbiri yaqinda Sharq Turkistonda ziyoratga borgan. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, oldingi oyda Sharq Turkistonga o'z muxbirini avatgan bo'lib, muxbirning suratga olgan zavodlarning texnik shirkatiga o'xshagan bo'lsa-mu, bu o'rinlarning Uyg'urlarni xo'rlayotgan jazo lageri bo'lishi mumkinligi, majburiy emgak lagerlarida tutib turilganligi to'g'risidagi xabarlarning ko'plab tarqalganligi, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengesinin Cenevede turuşluk müstakil mutaxassislarning yaqinda birlikda o'zlarining Uyg'urlar masalasidagi andishlarini va Xitoydagi fan-texnik sohasining Uyg'urlarni xo'rlaydigan vositalardan biriga aylanganligi haqidagi gumonni o'tirib qo'yganligini qayd qilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bosh kotibi Antonio Guterres oldingi oyda o'zining Xitoy bilan jiddiy suhbatlashib, Sharq Turkistonni cheklimisiz ziyorat qilish orqali Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrash ahvolini dalillashni qo'lga keltirishga tirishayotganligini bildirgan. Yevropa Birleşmesi Tashqi ishlar komiteti 19 aprel kuni Brusselda yig'in ochgandan keyin Yevropa Birleşmesining tashqi va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell muxbirlarni kutib olish yig'inida Rossiya-Ukraina chegarasida askarlarni 150 mingga ko'paytganligini, Rossiyaning Ukraina chegarasidagi eng chong harbiy o'rlashtirish qilganligini bildirish bilan Yevropa Birleşmesining Berma xalqining siyosiy o'zgarishiga qarshi namoyishni shiddat bilan bostirganlik uchun Bermaning ichki shirkati va Berma armiyasiga munosabatlik 10 kishiga jazo berganligini e'lon qilgan. Fransiya radiosining xabar qilganda Yevropa Birleşmesining tashqi va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell 19 aprel kuni Rossiya-Ukraina chegarasidagi harbiy kuchining 150 mingga yetganligini, 12 aprel e'lon qilgan 80 ming harbiy kuchining davom etganligini bildirgan. Ukraina Yevropa ittifoqining Rossiya-Ukraina chegarasidagi jiddiylikni ayblagandan boshqa amaliy harakat qo'llanmaganligidan shikoyat qilgan. 19 apreldagi yig'indan keyin Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba Yevropa ittifoqini Rossiyaga yangi jazo yurgizishga yana bir qatim chaqirgan. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa Birleşmesining tashqi va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell Bermada yuz bergan xalq orasida siyosiy o'zgarishga qarshi namoyishni bostirgan 10 shaxs va Berma armiyasi kontrolligidagi 2 shirkatga jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Yevropa ittifoqi bayonotida Yevropa ittifoqining Berma xalqi va uning demokratik hukumatini qat'iy qo'llaydiganligini bildirib, jazo berilgan 10 shaxsning Berma harbiy hukumatining xalqni bostirish qarori, Berma harbiy hukumatining Bermaning demokratiyasini buzish, qonun bilan idora qilish va kishilik huquqiga og'ir daxl ta'ruz qilish qilmishlariga mas'ul bo'lish kerakligini, jazoga uchirgan ikki o'rin amaliyotda Berma armiyasining ig'dorchiligida va kontrolligida bo'lib, Berma armiyasini mablag' bilan ta'minlaganligini bildirgan. Berma armiyasi bu yil 2 fevral oyida hukumatga qarshi siyosiy o'zgarish qo'zg'agandan buyon Aung San Suu Kyi'ning demokratik saylangan hukumatini ag'dirib tashlab, Berma xalqining siyosiy o'zgarishiga qarshi namoyishini shiddat bilan bostirgandan keyin Yevropa Birleşmesi sayohat cheklimasi va mol mulklarni to'ng'iltishni o'z ichiga olgan 35 shaxs va 2 shirkatga jazo yurgizgan. Shundaqla Yevropa ittifoqi fuqarolarini va shirkatlarning jazo tizimligidagi shaxs va o'rinlarni mablag' bilan ta'minlashni cheklagan. Türkiye'nin balalar nüfusu o'tgan yilning oxirigacha 22 milyon 750 ming bo'lib bekitildi. Türkiye Statistika Instituti 2020 yilga aloqador balalar nüfusu statistikalik ma'lumotlarni e'lon qilib, adresini asos qilgan nüfus tizimlash sistemasining natijasiga qaraganda, Türkiye'ning umumiy nüfusu bultur yil oxirigacha 83 milyon 614 ming 362 kishi bo'lgan. Balalar nüfusu 22 milyon 750 ming 657 bo'lib bekitilgan. Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatning balalar nüfusi tekshirilganda 2020 yili Yevropa ittifoqining balalar nüfusining o'rtacha nisbati 18,12% bo'lgan. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar ichida balalar nüfusi eng ko'p davlatlar orasida Irlandiya 24,12% bilan birinchi, Fransiya 21,6% bilan ikkinchi,
Shvetsiya 21,1% bilan 3-chi bo'lgan. Bolalar nupusi eng tuvan davlat orasida Italiya 15,8% bilan 1-chi, Malta 15,9% bilan 2-chi, Germaniya 16,4% bilan 3-chi bo'lgan. Turkiyaning bolalar nupusi 27,2% ga nisbat bilan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan to'limi yuqori ekanligi bildirilgan. Shuning bilan bir vaqtda Turkiyada yangi tug'ilgan bovoqlarga qo'yilgan eng mashhur erkak bovoq ismlarining Bultur, Yusuf, Ayman va Mustafa bo'lganligi, eng mashhur qiz bovoq ismlarining Zaynab, Asal va Alif bo'lganligi eskartildi. Buningdan boshqa yana 0 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'g'illarga eng ko'p qo'yilgan ismlarning Yusuf, Mustafa va Demir, qizlar bo'lsa Zaynab, Alif va To'lin bo'lganligi bildirilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.